Diqqat! Shoshilinch tezkor xabar. Taniqli futbolchi Abduqodir Husanov haqida hozirgina kutilmagan xabarlar e'lon qilindi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Rasman qit'amizning eng qimmat futbolchisi Manchester City klubi a'zosi hamyurtimiz Abduqodir Husanov hisoblanadi. Metin himoyachimizning transfer bahosi 35 million yevroga teng. Ikkinchi o'rinda Janubiy Koreya terma jamoasi vakili Kim Min Je joy olgan bo'lib, uning qiymati 25 million yevroni tashkil qiladi. Kuchli uchlikning Yaponiya futbolchisi Hiroki Ito yakunlab bermoqda. 18 million yevro deyiladi xabarda. Bizni kuzatishda davom eting. Kanalimizga obuna bo'lib, podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.